Mening ismim protsessor. Mening vazifam siz bergan barcha buyruqlarni o'ylab, boshqa qismlarga nima qilish kerakligini aytishdan iborat. Men ona plataman. Mensiz hamma qurilma bir tiyin. Chunki barcha qismlarni bir-biriga ulab, ularni bir-biri bilan to'g'ri aloqa qilishini ta'minlab turaman. Biz operativkamiz. Bizga ishlayotgan dastur va fayllarni vaqtincha saqlab turish vazifasi yuklatilgan. Xotiramiz qancha katta bo'lsa, shuncha ko'p dasturni bittada ochish mumkin. Meni ismim Hard. Ko'p ma'lumotlarni uzoq muddat saqlash uchun meni ishlatishadi. SSD chiqib, meni bozorimni sindirdi. Atak hali ham qadrim bor. Men SSD kartaman. Kompyuterni tez yoqish, dasturlarni tez ochish va muhim tizim fayllarni saqlash uchun xizmat qilaman. Men eng qimmat qurilmalardan hisoblanuvchi video kartaman. Vazifam ekranda ko'rinadigan hamma narsani yaratish, rasm, video, o'yin va animatsiyalarni chiroyli qilib ko'rsatishdan iborat. Men kullerman. Asosan protsessor va video kartani sovutib turish uchun mo'ljallanganman. Qancha ko'p bo'lsam, shuncha yaxshi. Men blok pitaniyaman. Vazifam rozetkadan kelgan tokni kompyuter qismlariga moslab, butun tizimni elektr bilan ta'minlash. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, Sher Muhammadga obuna bo'lib qo'ying. Jigar!